Bir oycha shaharda yurib qaytganimda meni shunaqa bomba tushgan oshxona kutib oldi. Shu qozonni mendan qochib qutulmasa, o'lib qutula olmasligi aniq. O'zi ham 12 yildan beri ishlataman. Shu qozon bilan shuncha yil yashadim. Endi oqarmasa ham tashlab yubora olmayman. Chunki biz deyarli sirdosh bo'lib ketganmiz. Qancha kuyib ketgan ovqatlarni ko'rgan bechara. Bu reelsdan keyin barcha blogerlar menga rahmat aytsa arziydi. Chunki hamma negativlar hozir kommentariyada meni qozonimni, oshxonamni muhokama qilib o'tirishgan bo'ladi. Hozir aytishadi, oldingi davrdagi kelinlarga qiyin bo'lgan, ular hamma narsani qo'lda qilishgan, issiq suv, sovuq suv bo'lmagan, qo'lda kir yuvishgan, yer chopishgan, xullas hamma og'ir ishlarni indamay bajarishgan. Men aytaman, aslida hozirgi kelinlarga juda qiyin. Endi chalg'aymanda bir internetga kirganda hamma yoqda ayol kishi o'zini sevish kerak, baxtli bo'lish uchun 48 soat oynani oldida o'tirish kerak, o'ziga qarash kerak. Uyda nima og'ir ish bo'lsa, hammasini eriga qildirish kerak, bir so'm pul topish kerak emas, topsa ham u o'ziniki, eriga berish kerak emas. Erini puli yetsa ham yetmasa ham olib bering deb turib olish kerak, oldirish kerak. Olib bermasa eri uni yaxshi ko'rmaydi. Qaynona qaynotasini xizmatini qilishga majbur emas, faqat o'zi uchun yashash kerak. Ham psixologlar rejalari hamda eri gul olib bergan, mashina olib bergan, uy olib bergan, mers olib bergan, xullas og'zidan chiqqanini muhayyo qiladigan ayollar, ular yashab berishsa bo'ldi. Keyin o'ylab qoladi, nimaga erim bunaqa sovg'alar menga qilmaydi, men nima noto'g'ri qilyapman ekan. Axirga geylik, 70 xonalik kvartiralar so'rayotgan qizlar, bitta uzukka aylanib eriga teggan qizlar nima qilsin, o'zini osib qo'ysin. Yana shuncha stressga chidab yashayotgani o'zi bir mo'jiza. Nima demadinglar qizlar?